Ikkinchi baqbaqa bu ayollarda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Oldin esingizda bo'lsa, ro'molli misol qilib olib chiqqanman. To'g'ri, u ro'mol noto'g'ri o'ragandan ham paydo bo'ladi. Lekin ro'mol taqmaydigan, o'ramaydigan ayollarda ham bu juda ham ko'p nima deydi, keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Bunda ortiqcha yog' yig'ilish, ya'ni o'sha baqbaqada ikkinchi подбородок, ya'ni ikkinchi baqbaqani paydo bo'lishi kuzatiladi. Bu любой ayolga menimcha diskomfort, noqulaylik tug'diradi. Bitta muolajani o'zida rezultatini ko'rish mumkin, lekin 3 tadan 10 tagacha bu protsedura o'tkaziladi. Bir haftada bir marta qilinadi. Har bitta muolaja olinganda 30% dan kamayib boradi. Mana erigan yog' yana qayta paydo bo'lmaydi qachonki o'sha ayol kishi, ya'ni semirmasa, o'zi vес yig'masa. Bir xil aytadi, lipolitik olganda yog'im eridi, lekin qayta paydo bo'ldi. Конечно, agar ayol kishi yana vес yig'sa, vazn yig'sa, bu yana qayta paydo bo'ladi.